Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz dual ta'lim nima? Bugungi kunda ta'lim faqat auditoriyada o'tirib, nazariy ma'lumot eshitish bilan cheklanib qolmayapti. Zamonaviy yondashuv shuni ko'rsatadiki, haqiqiy mutaxassis bo'lish uchun bilim bilan birga tajriba ham zarur. Ana shu ehtiyojdan kelib chiqib, dual ta'lim modeli shakllandi. Dual ta'lim bu o'qish va ishni bir vaqtda olib borish tizimi. Ya'ni talaba haftaning bir qismida kollej yoki texnikumda nazariy bilim oladi, qolgan qismida esa korxona yoki tashkilotda amaliyot o'taydi va real ish jarayonida tajriba orttiradi. Bu tizim eng mashhur bo'lgan davlatlardan biri Germaniyada. Hozirgi bu model ko'plab davlatlarda, jumladan O'zbekistonda ham joriy qilinmoqda. Dual ta'lim qanday ishlaydi? Nazariya o'quv muassasasida mutaxassislik bo'yicha asosiy bilimlar, fanlar va kasbiy nazariya, texnika xavfsizligi, qonunchilik, amaliyot korxonada, haqiqiy ish jarayonida qatnashish, ustoz mentor nazorati, ish haqqi yoki stipendiya olish imkoniyati. Masalan, IT yo'nalishidagi talaba haftada 3 kun o'qiydi, 3 kun esa kompaniyada dasturlash loyihalarida qatnashadi. Eng katta afzalliklari: o'qishni tugatmasdan turib ish tajribasi bo'ladi. Bitirgach ish topish osonlashadi. Nazariya va amaliyot bir-birini to'ldiradi. Talaba mustaqil va mas'uliyatli bo'lib boradi. Korxona o'ziga mos kadrni tayyorlaydi. Dual ta'limning nazariy mazmuni. Nazariy jihatdan dual ta'lim kompetensiyaviy yondashuvga asoslanadi. Ya'ni talaba faqat bilim emas, balki ko'nikma va malaka ham egallaydi. Amaliy o'rganish tamoyiliga tayangan, inson ko'proq qilgan ishi orqali o'rganadi. Ta'lim va iqtisodiy integratsiyani ta'minlaydi. Ya'ni o'qish jarayoni mehnat bozori ehtiyojiga moslashadi. Bu modelda bilim qog'ozda qolib ketmaydi, balki real jarayonda mustahkamlanadi. Qarshi davlat texnika universiteti va ishlab chiqarish hamkorligi. Qarshi davlat texnika universitetida dual ta'lim bosqichma-bosqich rivojlanmoqda. Universitet hududiy sanoat korxonalari bilan hamkorlik qilib, talabalarni amaliy muhitga olib chiqmoqda. Bu jarayonning yorqin namunalaridan biri Tatkola fabrikasi bilan hamkorlikdir. Tatkola bilan dual ta'lim qanday amalga oshirilmoqda? Bu hamkorlik oddiy amaliyot emas, bu haqiqiy tajriba maktabi. Talabalar korxonada ichimlik ishlab chiqarish jarayonini kuzatadi, zamonaviy texnologik liniyalar bilan ishlashni o'rganadi, sifat nazorati tizimi bilan tanishadi, texnik xizmat va energetika jarayonlarini amalda ko'radi. Natijada talaba kitobda o'qigan bilimini real uskuna, real jarayon va real muomalalar orqali anglaydi. Nega bu muhim? Chunki bugungi kunda ish beruvchilar diplomdan ko'ra tajribaga ko'proq e'tibor berishmoqda. Dual ta'lim esa talabaga o'qish davomidayoq ish muhitiga moslashish, jamoada ishlash, muammoni tez hal qilish, mas'uliyatli his qilish kabi sifatlarni shakllantiradi. Dual ta'lim bu ta'lim tizimining ishlab chiqarish bilan mazmuniy va tizimli bog'lanishidir. U nazariy bilimni amaliy tajriba bilan mustahkamlash orqali talabaning kasbiy shakllanish jarayonini tezlashtiradi. Bunday modellar bilim abstrakt tushunchasi bo'lib qolmaydi, balki real texnologik jarayon, real uskuna va real mas'uliyat orqali anglaydi. Qarshi davlat texnika universiteti hamda Tatkola o'rtasidagi hamkorlik dual ta'lim amaliy samaradorligini ko'rsatadi. Bu hamkorlik natijasida talabalar ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarini kuzatish, texnologik tizimlarni tahlil qilish va muhandislik yondashuvini amalda qo'llash imkoniga ega bo'ladi. Shu bilan birga, korxona ham o'z ehtiyojiga mos, tayyor va moslashuvchan kadrlarni shakllantirish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Nazariy savol: dual ta'lim tizimida ta'lim muassasasi va ishlab chiqarish korxonasi o'rtasidagi hamkorlik qanday rol o'ynaydi? E'tiboringiz uchun rahmat.